Bu somsani narxi 30 ming so'm. Rostdan ham 30 mingga arziydimi yo'qmi? Hozir ichini ochib ko'rsataman. 30 ming ichida mana nimalar bor? Xo'p, bitta bedana tuxumi bor, qazisi bor, ko'rib qo'yishimki, ichida iligi bor, go'shtlari bor. To'g'risi necha kundan beri kelib shu somsani yeb ko'raman deyman. Nasib qilgan kuni bugun ekan. Ahror aka, o'zim qadrdonim. Qadrdonim bo'lsa ham rostini aytaman. Yeb ko'ramizda, to'g'risini, rostini, nima chiqsa borini videoda oxirida aytib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'zlari kuyapti. Hozircha taassurotlar yomon emas. Olinglar somsadan. Ko'zinglarni. Xamiriga gap yo'q. 70 kun qoldi. Rostini aytaman, somsani ta'miga gap yo'q. Endi biz professional degustator bo'lmaganligimiz uchun bizga somsa yoqdi. Haqiqatdan ham 30 ming so'm puliga arziydi. Tavsiya qilaman, kelib sizlar ham bir qator yeb ko'ringlar. Manzil Asakada, Soy oshxonasi.